ishtirok etayotganidan mamnunman va tashkilotchi hamkorlarga samimiy minnatdorchilik bildiraman. O'zbekiston va Islom hamkorlik tashkilotining ta'lim, fan, innovatsiyalar, madaniyat va iqlim o'zgarish masalalari bo'yicha hamkorligi bugungi kunda yangi bosqichga chiqmoqda. O'zbekiston va Misr o'rtasidagi ko'p asrlik do'stlik va ma'rifiy rishtalar bugungi kunda mutlaqo yangi strategik bosqichga ko'tarildi. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va hurmatli Misr Arab Respublikasi Prezidenti Abdul Fattoh as-Sisining oliy darajadagi uchrashuvlari va qat'iy irodalari ikkita mamlakat o'rtasidagi xalqlarning yaqinlashuviga asos bo'lmoqda. Bugun tibbiyot, farmatsevtika, madaniyat, ta'lim, turizm va boshqa yo'nalishlarda Misr va O'zbekiston aloqalari yangi bosqichda davom etmoqda. Bugun O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida 3000 yillik tarixiy tajriba asosida inson qadrini ulug'lashga qaratilgan insonparvar, demokratik, ochiq, adolatli jamiyat yangi O'zbekiston barpo etilmoqda. Bunda ilgari surilgan asosiy mavzu 3-renessans g'oyasi ilm, fan, ma'rifat va ta'limga asoslanadi. Insonparvarlikka chorlanadi. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, dunyoda beqarorlik va ziddiyatlar ko'payib borayotgan hozirgi sharoitda O'zbekistonning o'zaro hurmat, muloqot va adolatga asoslangan jamiyat qurish borasidagi tajribasi alohida ahamiyatlidir. Milliy taraqqiyotga ma'rifat, dunyoviy va diniy bilimlarni zamonaviy ilm-fan va kasblarni chuqur egallash orqaligina erishiladi. O'zbekistonda xalqaro maydonda konfessiyalararo muloqot bo'yicha ma'rifat va bag'rikenglik rezolyutsiyasi qabul qilinishi bilan ekstremizmga qarshi kurashish borasidagi yondashuvlar konseptual jihatdan o'zgardi. Bunda asosiy e'tibor ekstremizmning oqibatlari bilan emas, uning sabab va omillarini bartaraf etishda jaholatga qarshi ma'rifat g'oyasi bilan ish olib borish muhim hisoblanadi. Ilm, ma'rifat va ta'lim diniy ekstremizm va terrorizmning mohiyatini, salbiy oqibatlarini tushuntirishda muhim vositadir. O'zbekiston azaliy bag'rikenglik an'anasini saqlagan holda e'tiqod erkinligini qo'llab-quvvatlaydi. Hurmatli prezidentimizning bag'rikenglik insoniy munosabatlarning barcha jihatlarini qamrab oladi. Ichki barqarorlikni ta'minlash va mamlakatning jahon hamjamiyatiga integratsiyalash uchun muhim omil deb ta'kidlaganlari amaliy ahamiyatga egadir. Fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar bugun O'zbekistonda diniy erkinlikni mustahkamlashda katta qadam bo'ldi. Diniy ma'rifiy sohaning samaradorligini oshirishda, ilm ma'rifat sohasida alohida xizmatlari uchun Imom Buxoriy ilmini chuqur o'rganishga qaratilgan oliy darajadagi Imom Buxoriy ordeni va diniy bag'rikenglik ko'krak nishoni ta'sis etildi. Buyuk alloma Mahmud Xo'ja Behbudiyning dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir degan so'zlari butunlay dolzarb ahamiyatga egadir. Orada yurtimiz O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasi hamda kalom, hadis, fiqh, tasavvuf ilmiy maktablarining faoliyati yo'lga qo'yildi. Bahoddin Naqshbandiy ilmiy tadqiqot markazi, Imom Termiziy, Imom Moturidiy xalqaro tadqiqot markazlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Mamlakatimizda Xalqaro Islomshunoslik akademiyasi, 4 ta oliy o'quv yurti, 10 ta o'rta maxsus diniy bilim yurtlari faoliyat olib bormoqda. Ushbu muassasalarning asosiy vazifasi islom dini merosini o'rganish hamda unga xos bo'lgan tinchlik, rahm shafqat, bag'ri kenglik kabi haqiqiy qadriyatlarni keng targ'ib qilish belgilab qo'yilgan. Shuningdek, ayollar uchun Hadijai Kubro, Jobori Kalon madrasalarida Qur'on, hadis,
fiqh ilmini o'rganish imkoniyatlari yaratildi. Toshkent shahrida islom olamida ilmiy, madaniy, ma'rifiy meroslar va yangi O'zbekistonning ma'rifatli jamiyat qurish yo'lidagi strategik yo'nalishlarini o'zida mujassam etgan jahon miqyosidagi sivilizatsiya markazining barpo etilishi va Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan Samarqandda Imom Buxoriy majmuasining yangitdan qasd rostlagan milliy o'zligimiz, ilm, fan, ta'lim va madaniyat timsoliga aylandi. Oilalarni, ayollarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim, ijtimoiy, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish barqaror jamiyatning kafolatidir. Ayollarning ilmli bo'lishi farzandlar tarbiyasi uchun muhim omil hisoblanadi. Ana shu ma'noda xotin-qizlarni umr bo'yi ta'lim olishini joriy etilishi, ilmiy tadqiqot sohasidagi ayollarni rag'batlantirish tizimi o'zining samarasini bermoqda va yangi innovatsiyalarga asoslangan loyihalarni amalga oshirish ko'lamini kengaytirmoqda. معذرة للوقت. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, O'zbekiston inson qadri, alohida adolat, bag'rikenglik, hamjihatlikka asoslangan taraqqiyot yo'lida izchil boradi. Ishonamizki, ushbu konferensiya doirasida bildirilgan fikr, takliflar mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro ishonch, hamkorlikni yanada kuchaytiradi, insoniyat kelajagi uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.